Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ko'pchiligimiz kundalik hayotimizda eshitadigan, ibodatlarimizda qo'llaydigan ikkita tushuncha, ya'ni farz va vojib tushunchalari, ularning ma'nosi va oralaridagi farq haqida suhbatlashamiz. Tabiiyki biz har kuni namoz o'qir ekanmiz yoki boshqa diniy ibodatlarni amalga oshirar ekanmiz. Uning bir qismi farz bo'ladi, bir qismi vojib bo'ladi. Tabiiy savol tug'iladiki, xo'p, farz nima, vojib nima? Ularning orasidagi farq nimadan iborat? Ko'pchilik insonlar dabdurustdan shunaqangi bir savol berilganda balki javob berishga qiynalib qolishlari mumkin. Shu masalada biz azizlarimizga yordamchi bo'lishni maqsad qildik. Farz jumhur ulamolar, ya'ni Hanafiylardan tashqari Maliki, Shofiy, Hanbali mazhabi ulamolari nazdida farz va vojib o'rtasida farq yo'q. Ikkalasi bitta amal. Ya'ni farz deganda vojibni, vojib deganda farzni tushunamiz deyshadi. Lekin Hanafiy ulamolari farz bilan vojibni ayirganlar, ikkalasi bir-biridan farq qiladigan amal ekanini ta'kidlaganlar. Farz amali shariat tarafidan, shoriy tarafidan, ya'ni Alloh taolo tarafidan Hanafiy mazhabiga ko'ra farz, shariat tarafidan aniq va qat'iy dalillar bilan talab etilgan ishlar, amallar farz hisoblanadi. Ya'ni uni qilish ham qat'iy talab etiladi va unga asos bo'lgan dalil ham qat'iy, hech qanaqangi bir u yoq bu yoqqa burishni imkoni qolmaydigan darajada aniq, tiniq bo'lib kelgan bo'ladi. Bunga misol namoz o'qish. Namoz o'qishga Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlar bor. Masalan, va aqimus solata deb keladi. Ya'ni namozni qoyim qilinglar. Mana bo'ldi, hukm, buyruq keldi, aniq. Xo'p, uni Qur'oni Karim oyati bilan sabit bo'lyapti. U insonlarga mana shu namozni o'qish aniqdan aniq, tiniq talab etilyapti. Demak, namoz o'qish farz bo'ladi. Xuddi shunday zakot berish, xuddi shunday roza tutish, mana shunday Qur'oni Karimdagi oyatlar bilan qat'iy talab qilingan. Endi vojib. Vojib amalni ham qilish shariat tarafidan qat'iy talab etiladi, lekin unga asos bo'lgan dalil ana bu endi zonni dalil hisoblanadi. Zonni dalil, bunga biz ohad hadislarni misol qilishimiz mumkin. Masalan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ij'alu akhira salatikum bil-layli vitran dedilar. Tungi namozingizni oxirini toq qiling dedilar. Va shunga ko'ra vitr namozi mana shu hadisga ko'ra o'qiladi va ohad hadis bilan bu buyurilgani uchun bu namoz vojib hisoblanadi. Agar bu mutavotir darajasidagi hadis bilan buyurilganda edi, vitr namozi ham farz bo'lgan bo'lar edi. Xuddi shuningdek, namozda Fatihani qiroat qilish ham vojib amal hisoblanadi. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitob deganlar. Ya'ni Fatihatil kitobni, ya'ni Fatiha surasini o'qimagan kishining namozi namoz emas deganlar. Aslida olganda bu hadisning ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, Fatiha surasini o'qish farz bo'lish kerak edi. Lekin bu ohad hadis bilan kelganligi uchun va u qat'iy hukmni sabit qila olmaydigan bir dalil bo'lgani uchun namozda Fatiha surasini o'qish vojib hisoblanadi. Xo'p, farz amalning hukmi uni qilish qat'iy talab etiladi. Uni qilmagan kishi juda ham qattiq gunohkor bo'ladi. Inkor qilgan kishi esa dindan chiqadi. Vojib amalning hukmi uni ham qilish qat'iy o'laroq talab etiladi. Uni tark qilgan kishi farz amalni tark qilganga nisbatan ozroq, quyiroq, kamroq gunohkor bo'ladi, va lekin uni inkor etgan dindan chiqqan hisoblanmaydi.